Samarqand viloyati hokimligi tomonidan yo'l xaritasi doirasida Urgut tumanidagi Mo'minobod hamda Narpay tumanidagi Bo'ston mahallalarida Obod mahalla, Obod xonadon va Obod ko'cha dasturining ijrosi bo'yicha o'rganish ishlari olib borildi. Ushbu o'rganish ishlarining natijalari viloyat rahbari Aziz Boboyev raisligida o'tkazilgan yig'ilishda mas'ullar ishtirokida muhokama qilindi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning fevral oyida yuqorida nomlari tilga olingan mahallalarda aholining ijtimoiy maishiy sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar rejalari tasdiqlangan edi. Viloyat hokimligi ishchi guruhi amalga oshirilayotgan ishlarni o'rganib, ijobiy o'zgarishlar bilan bir qatorda belgilangan muddatda ishlarni bajarishda kechikish holatlarini ham aniqlashdi. Narpay tumanidagi Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida amaliy ishlar boshlangan. Oybek ko'p tarmoqli poliklinikasi filialining tomi, deraza va eshiklari to'liq yangisiga almashtirilib, rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, ushbu tibbiyot maskani uchun kompyuter texnikasi xarid qilingan. Qariyb 4 kilometr ichki yo'llar shag'allashtirildi. Transformator punktlari kapital ta'mirlandi. Yangi elektr uzatish liniyalari tayanchlari o'rnatildi. Kam ta'minlangan oilalar uchun 3 ta uy-joy qurilib, 5 ta oilaning mavjud uylarida ta'mirlash ishlari olib borildi. Biroq ijobiy ishlar bilan birga yo'l xaritasida belgilab berilgan bir qator muhim vazifalarni bajarishda mas'ullar ishni ortga surishmoqda. Jumladan 8 kilometr yo'lga asfalt yotqizish, ichimlik suv tarmoqlarini o'rnatish, 26-umumta'lim maktabni ta'mirlash ishlari o'z vaqtida amalga oshirilmayotganligini bunga misol keltirish mumkin. Urgut tumanidagi Mo'minobod mahalla fuqarolar yig'inida ham vaziyat mujmal. 12 kilometrdan ortiq ichki yo'llarga shag'al yotqizish ishlari yakunlanib, yana 16 kilometrda ishlar davom etmoqda. 3 ta qishloqqa 228 dona gaz ballonlari tarqatildi. Qishloq oilaviy poliklinikasi to'liq ta'mirdan chiqarildi. Afsuski, boshqa sohalarda ishlar ancha orqada. Xususan, suv minorlarini ta'mirlash va o'rnatish, suv tarmoqlarini tortish bo'yicha belgilangan muddatlarda foydalanishga topshirish zarur bo'lsa-da, bunga mutasaddilar rioya etishmayapti. Mahalla aholisi qariyb 20 kilometrlik yo'lni ta'mirlash ishlarini o'z holiga tashlab qo'yilganidan shikoyat qilishmoqda. Ijtimoiy obyektlarni olib qaraydigan bo'lsak, 2 ta bog'cha va maktab qurilishi hali boshlanmagan. Aziz Boboyev mavjud vaziyatni muhokama qilar ekan, aholi turmush sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan, butun hudud rivojiga to'sqinlik qilayotgan muammolarni bartaraf etishda sustkashlikka yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidladi. Viloyat rahbari mas'ullarga aniq ko'rsatmalar berdi va barcha rejalashtirilgan ishlarni yakunlash muddatlarini belgilab berdi. Aziz Boboyev bevosita mahallalarga borib, ishlarning borishini shaxsan nazorat qilib borishni ham bildirib o'tdi.